Dunyoda eng yaxshi fazilat islomda odamlarni boshqalarga manfaatli bo'lishligi azizlar. Yaxshi odam deganda nimani tushunamiz? Hammani o'zini o'lchovi bor. Masalan, hozir birortasidan so'rasakki, yaxshi odam kim desak, hamma o'zicha aytadi. Kimdir aytadi, boshqalarga ehson qiluvchi deydi, kimdir xulqi yaxshisi, kimdir hunarmand va hokazo. Lekin haqiqiy o'lchovni Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilar. Yaxshi odam kim degan savolga o'zlari javob berib, "Xayrun nas anfa'uhum lin-nas" dedilar. Odamlarning yaxshisi boshqalarga manfaati yetadiganini dedilar. Shu hadisga muvofiq o'zimizga o'zimiz qarab baho berishimiz kerak. Agar bizdan boshqalarga manfaat yetayotgan bo'lsa, boshqalarga bizdan yaxshilik yetayotgan bo'lsa, demak biz Payg'ambarimiz maqtagan yaxshi odammiz azizlar. Agar bir insonga yaxshilik qilsak, buning mukofoti albatta yaxshilikdir. Alloh Qur'onda aytadiki, "Hal jazaa'ul ihson illa al-ihson." Yaxshilikning mukofoti faqat yaxshilik. Kimgadir yaxshilik qilgan bo'lsa, uni javobi albatta Allohdan bo'ladi azizlar. Shunday ekan biz mo'min musulmonlar ko'pchilikka yaxshilik qilishlikka o'tishligimiz kerak. Alloh Qur'onda marhamat qiladi. Ya ayyuhallazina amanu. Qarang, yana shu nido kelyapti. Qur'onda nido oyatlari bor. Nido degani chaqiruv. Agar Payg'ambarimiz alayhissalomga Alloh chaqiruv qilib topshirib aytmoqchi bo'lsa, ya ayyuhan nabiy deb keladi. Ey Allohning payg'ambari deb keladi. Agar ummatan insonlarga nido qilsa, Alloh ya ayyuhan nas deb keladi. Ey odamlar deb keladi. Demak, bu yerdagi topshiriq butun odamlarga. Qiyomat kunini haq deb bilgan, ertaga Allohning huzurida hisob topshirishga ishonib iymon keltirgan odamlarga nido qilmoqchi bo'lsa, ya ayyuhallazina amanu deb chaqiradi azizlar. Ey iymon keltirganlar deydi. Siz bilan bizni chaqiryapti. Eng yaxshi ko'rgan ismimiz bilan chaqiryapti. Mo'min deb chaqiryapti. Odatda musulmon odam bunday nidoni eshitganda qalbidan labbayka ya Rabbi deyish kerak azizlar. Alloh sizni chaqiryapti, qalbingizda labbayka ya Alloh deysiz. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu robbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Mana Alloh endi buyrug'ini ayting. Ey iymon keltirgan zotlar, ruku qiling, sajda qiling, Robbingizga ibodat qiling, yaxshilik qiling, shoyatki najot topsangiz. Oyatdagi Allohning buyrug'ini eshityapsizmi? Alloh bizni ruku qilishga, sajda qilishga, o'zigagina ibodat qilishlikka buyurib, eng oxirida boshqalarga yaxshilik qilishlikka buyuryapti. Demak, musulmon degani u faqatgina sajda qilish, namoz o'qishlikni o'zi bilan to'xtab qolmas kerak ekan azizlar. Musulmon odam faqatgina masjidda odobli-ku, masjiddan chiqqanda beodob bo'lib qolmaydi. Musulmon odam faqatgina masjidga kirganda Allohni zikr qiladi-yu, masjiddan chiqqanda Allohdan g'aflatda bo'lib qolmaydi. Musulmon odam masjidda ham, uyda ham, ko'chada ham, hamma joyda musulmon edi. Shuning uchun ham Alloh taolo buyuryapti: ruku qilinglar, sajda qilinglar, Allohga ibodat qilinglar va vaf'alul khayra, yaxshilik qilinglar, shoyatki najot topsalaringiz. Shuning uchun ham qo'limizdan kelganicha yaxshiliklarni qilishlikka harakat qilishimiz kerak.